analiz qilib turib video qo'ysak, bizning videomiz aniq rankka chiqadi. Analizni zo'r qilgan odam YouTube'dan stabil daromad teja oladi. Aynan bugun YouTube App sizlar bilan YouTube'da pul ishlash darslarini davom ettiramiz va bugun eng muhim dars, aytib o'tganimdek, analiz qilishni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, analiz qilish juda ko'p odam YouTube'da biladi, YouTube'da video qo'yishni biladi, kanal ochishni biladi. Bunaqa videolar juda ko'p, lekin YouTube'da analiz qilish, konkurentlarimizni analiz qilish, o'zimizning videolarimizni analiz qilish bor. Aynan shunaqa joylarni, shunaqa sir asrorlarni bilsalaring, umuman hech qanaqa muammolarsiz sizlar 0 dan 100 gacha bemalol kanalni olib chiqib va u kanaldan stabil pul ishlasalaring bo'ladi. Oddiy shu detski nishalarda ham 1000 dan 5000 dollargacha bemalol daromad topsa bo'ladi. Bitta kanalda o'zidan. Bunaqa 3-4 ta bo'lsa bemalol katta daromad qilsalaring bo'ladi. Do'stlar, bugungi darsda analiz qilishni boshladik demak. Biz birinchi o'rinda analiz qilishimiz uchun birinchi o'rinda konkurent kanallarni topib, ularni ko'rib, qaysi vaqtda video qo'yapti, qanaqa video qo'yapti, qaysi qahramonlardan foydalanyapti, ular nima qilishyapti, soat nechida, qaysi teglardan foydalanyapti. Shularni bilgan holatda analiz qilib video joylashimiz kerak bo'ladi va hozir ko'rsatib o'taman. Ko'rishlaring mumkin. Bu joyda mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita kanalni topdim. Men Taylosoft yo'nalishida, oddiy shu Taylosoft yo'nalishida qanday analiz qilishni ko'rsatib o'taman. Misol uchun Taylostep kanali 44500 ta obunachiga ega, atigi 99 ta video bilan shuncha natijaga erishgan. Bu 16 soat oldin video qo'yibdi. Keyin 1 kun oldin, 2 kun oldin, kuniga bittadan video qo'yib ketayotgan ekan bu kanal va ko'rishlaring mumkin qanaqa qahramonlardan foydalanyapti. Misol uchun Mario, Hulkington, Catboy, Sonic shulardan foydalanyapti. Bu joyida mana bu sinab ko'ryapti. Qarang, buni o'zi analiz qilib video qo'yapti. Ko'rsalaring mana. Bularni ishlatib ko'ryapti. Mana 1000 ta olyapti. Buni 4 talik, bitta 4 ta qilsa 1700 ta olyapti. Xo'p, keyin mana ishlatyapti, 1200 ta oldi. Mana Hulkingtonni qo'shganda, bu Hulkingtonni ishlatib kelgan, Hulkingtonni qo'shganiga 1200 ta bo'ldi. Keyin Hulkingtonni yo'qotganiga yana 800 ta bo'ldi. Keyin bitta yana Hulkingtonni ishlatmadi. Yana 700 ta oldi. Bitta Hulkingtonni ishlatuvdi, yana 1000 taga chiqib ketdi. Bitta yana 4 talik qo'ydi, 10000 ta. Demak, 4 taligini qarang. 4 ta video yozayapti, 4 tani bitta qilib qo'yganda videosi uchib ketyapti. Ya'ni ko'p prosmotr olyapti. Bu ham bitta analiz turi. Ya'ni shunaqa 4 tali video qo'ysa, yaxshi prosmotr olar ekan. Va har 4 ta 3 ta videoni birida 4 tali video qo'yib ketyapti. Keyingi videosida ham mana 1200 ta, 1400 ta, 1500 ta Hulkingtonni ishlatgan videosini ko'rsalaring, ko'proq prosmotr olyapti. Endi mana shu sinovda, hali ham sinov. Mana endi bu joyda nima qo'shdi bu? Mana qizchani qo'shdi. Ya'ni buni nomi nima ekan? Hozir ko'ramiz. Lady Big degan nom egasi, mana bu qizchani nomi Lady Big ekan, mana qizil kiygan, ninzachalik. Shuni ishlatganingda mana 3200 topdi. Keyin haliga 4 talik bitta qiluvdi, 2000 ta oldi, keyin 1000 ta oldi mana. Endi yana Hulkingtonni ishlatib ko'ryapti, 16 soat oldin qo'ygan videosida qani prosmotr bo'ladimi yo'qmi? Xuddi shunaqa holatda analiz qilgan holatda bu videolar bo'lyapti. Ya'ni trenddagi qahramonlardan foydalanish kerak bu nimada? Ya'ni misol uchun Taylosoft yo'nalishida. Misol uchun yaqinda Marioni yangi multiga chiqish arafasida premyerasi, treyleri chiqish arafasida, treyler chiqqandan keyin keyinchalik multfilmi chiqadi. Treyleri chiqqan paytda shu mart oxiri, aprel boshlariga taxmin qilinyapti. Mario qahramoni trendga chiqadi. Aynan Taylosoftda biz Marioni o'zi bilan ham, misol uchun Google'dan qidirsak, Mario PNG deb qidiradigan bo'lsak, Marioni xili chiqadi. Har xil kiyinganlari, boshqalari. Shulardan foydalanib video qilsak bo'ladi yoki har bir videomizda Marioni ishlatadigan bo'lsak ham katta daromad qilsak bo'ladi yaqinda. Misol uchun shunaqa multfilm chiqadi. Misol uchun Pandaniki chiqadi deylik. Va qanaqadir yana bitta multfilm chiqadi. Hozir Pokemon Hunter trendda. Aynan shuni ham ishlatsak bo'ladi Taylosoft yo'nalishimizda. Xuddi shunaqa holatda biz trendlarni analiz qilgan holatda biz Taylosoft yo'nalishida video qo'yamiz va endi buni mashhur videolarini, oldingi videolari ko'rishlaringiz mumkin. Bu kanal ko'rsalaring, mana tavsif degan bo'limini pastida bu meni kanalim deyapti.
Amerikani bir qanaqadir qonuniga ko'ra 13 yoshdan kattalar uchun. Demak, kanalini oz-moz bo'lsa ham himoya qilib qo'yapti. Shu joyiga ham e'tibor berib ketinglar. Shunaqa narsa ishlatadigan bo'lsalaring, kanallaring o'sha money to'shib holatlari kamdan kam uchraydi. 99 ta video bilan shuncha natijaga erishdi. Xo'p, endi misol uchun yana bir ikkita kanallarni ko'rishlaring mumkin. Faqat mana SpongeBobdan foydalanib kelgan. Mashhur videolar 600 mingda. Biz misol uchun shuni o'zini qilmaymiz, shundan qahramon olamiz. SpongeBoblarning bir ikkitasini olib, o'z videolarimizda qatnashtiramiz. Masalan, misol uchun sizlarga maslahatim, Taylosoft yo'nalishida misol uchun olib bormoqchi bo'lsak, har xil qahramonlardan ishlataylik. Agar har xildan ishlatib Taylosofga qo'yadigan bo'lsak, bir xil qilmasdan qaysidir biri trendga chiqsa yana qo'sha olamiz. Qaysidir bir trenddan chiqsa uni chiqarib boshqasini qo'shishimiz mumkin. Analiz qilishimiz oson bo'ladi. Shuni hisobiga. Bu kanal 12.000 obunachiga ega ekan, 600 ta video bilan 2025-yil 9-yanvarda ochilgan ekan, 1 yil bo'ldi. Hop, xuddi shu holatda kanallarda analiz qilib boramiz. Bu kanalda ham mana 74.000 obunachi ham har xil qo'ygan ko'rishlarim mumkin. Oldin o'sha bir paytda eslaringda bo'lsa, mana u trendga chiqdi. O'sha multik 3 oy oldinlardami undan oldin bor edi. Mana u nima deydi? Multik bas kino. Ya'ni Deadpool kinosi, keyin nima trendda edi, mana turibdi, mana ikki orasida turgan Poppy Playtime trendda edi o'sha paytlarda qo'yilgan videolar. Bu mana ko'pincha men itlardan foydalangan, shunaqa videolar qilar ekan. Buni qarasalaring prevyusi. Yana bitta analizga e'tibor berish kerak, preview analizi. Previewni zo'r qilsak, natija zo'r bo'ladi. Previewga juda katta gap previewda 90% videomizni rekomendasiyaga chiqaradigan narsa preview. Ya'ni biz o'zimizni kanal ichini analiz qilayotganda eslaydigan narsa bor. Kanalimiz videomizni oxirigacha ko'rishadigan narsa bor. Uni ham hozir davomida ko'rib o'tamiz. Xuddi shu holatda mana previewsini ko'rsalaring yorqin rangda odamni tortadigan bo'lib turibdi. Shunaqa previewlarni qilishimiz kerak. Keyin previewni tiniqlashtirishimiz kerak. Iloji boricha previewni tiniqroq qilishimiz kerak. Previewimiz qanchalik tiniq, yarki bo'lsa, shuncha yaxshi natija olib keladi. Xudo xolasa keyingi darslarimizda shu previewni tiniqlashtirish bo'yicha ham bitta video chiqaramiz, xudo xolasa. Bu ham bitta darsda, nima desa bo'ladi, bir 2-5 minut vaqt ketadi, lekin u ham bitta dars, alohida dars buni o'tish kerak. Xo'p, misol uchun mana bu kanal. Deylik 15 soat oldin video qo'ygan. Bu endi ozgina boshqacharoq yo'nalish. Talking Tom'da qo'yapti, itlarni qatnashtiryapti, nimalarni qatnashtiryapti, nima deydi? Asoskorlar kinosini, keyin Frenzy nima deydi? Frog Crazy Frog'da qatnashtiryapti, keyin Yashilda qatnashtiryapti, Sonic'larni mana. Bu ham analiz qilgan holatda videolarni qo'yyapti misol uchun. Bu kanal 21-dekabrda ochilgan, 2025-yilga yaqinda ochilgan kanal ekan. Deylik 21-dekabr bo'lsa, yanvar, fevral, mart. 3 oy bo'lyapti. 3 oyda 1 milliondan ortiq prosmotr, bu aniq monetizlangan va ishlayotgan kanal. 3 oyda 1 million 400 mingini 10.000 soatga o'tkazib yuboraylik deylik. 1 million uchun bu kanal 3 oy davomida, misol 2 oyda pulga kirdi deylik, oxirgi 1 oyda, demak 1 million prosmotr uchun o'rtacha $1 desangiz ham $1000 ishlab qo'yibdi hozirgi paytgacha. 138 talikka mehnatni qattiq qilgan. 2 oy, 3 hafta oldin, 2 oy oldin boshlangan kanal. 25 dekabrda ochilgan, 2 oy oldin boshlagan ekan. 2 oy oldin boshlab hozirgi prosmotrlarni ko'rishlarim mumkin. Previewsiga e'tibor beringlar, qanaqa tinni, qanaqa odamni o'ziga tortyapti. Qarang mana Talking Tom'larda. Talking Tom, Hank, Ginger Tom, mana orqasidagi fonni qaranglar, tinniqligini. Xuddi shunaqa analiz qilish kerak. Ya'ni previewsini analiz qilish kerak, nomini analiz qilish kerak. Nomni qanday analiz qilinadi? Previewni endi ko'rib, shunga tinniqlashtirishga harakat qilib analiz qilinadi. Endi nomni qanday analiz qilinadi? Nomni olasiz. Birinchi nomni olib turib ChatGPTga tashlaymiz. ChatGPTga aytamizki, shu nomni meni kanalimni videolarimga moslab ber va SEO optimizatsiyada yuqori bo'lsin deb joylab ko'ramiz. Uni videoga o'rnatgan holatda tekshirsak bo'ladi. Uni ham hozir o'rgatib ketaman. Xuddi shunaqa 5-6 ta kanalga obuna bo'lib turib, ularda analiz qilishni bilishimiz kerak. Mana bu ham 4 kun oldin, 6 kun oldin videolar qo'ygan. Bu ham har xil Sonic shunaqalarni qo'yib ketmoqda.
Bu kanal 134 ta video bilan 1800 ta obunachi, 17-oktyabrda ochilgan, ancha bo'libdi va bu prosmotrlar ancha kam, sababi prevyusini ko'rsalaring anchagina sifatsiz, ya'ni rangli preview qilib qo'ygan. Mana bu endi boshqa. Buni prevyusini ko'rib bunaqa qilmaslik kerak deymiz. Narigini ko'rib shunaqa qilsak, demak bizning kanalimiz aniq ringga chiqadi deb ayta olamiz. Xuddi shunaqa holatda kanallarni ko'rdik. Mana endi bu kanallarni, misol uchun Step kanali deylik, buni analiz qilib ko'ramiz. Step kanalini mana linkini kopiya qilib olamiz. Copy link adres qilib turib, bizni YouTube Lerch degan saytimiz bor. YouTube Lerch, YouTube Large deb yozsalaring chiqadi. YouTube Lerch sayti. Unga misol uchun kanalimizni linkini tashlab turib, bu joydan proverka monetizatsiyasi bormi yo'qmi tekshirib olsak bo'ladi. Bu sayt ham endi 100% to'g'ri ko'rsatmaydi, lekin ehtimoliy jihatdan aniqroq ko'rsatadi qolgan saytlarga nisbatan. Ya'ni hammasi ham to'g'ri ko'rsatmaydi. Baribir egasi biladi xolos, moneti bormi yo'qmi egasi YouTube'ni o'zi biladi. Bu mana yo'q deyapti. Misol uchun bu aniq ko'rsatmaydi. Agar qaraymiz, moneti bor yo'qligini qayerdan biladi odam? Mana odam borku, moneti bo'lsa kanalini video qo'yib ketadi. Mana 16 soat oldin, 1 kun oldin, 2 kun oldin, 3 kun oldin har kuni video qo'yapti-da, moneti yo'q kanalda nimasi bo'lmaydi, video qo'ymaydi. Mana kanallar o'xshaydi. Ko'rishlarim mumkin, oxirgi marta 3 oy oldin video qo'ygan. Demak, buni moneti o'chib qoldi. Shu sababdan video qo'ymayapti. Shu joydan biz moneti bormi yo'qmi bilsak bo'ladi. Xo'p, endi bu mana 2024-yilda ochilgan deyapti, 98 ta video qo'yilgan deyapti. Nimasi music, kategoriyasi music. Demak, biz ham kategoriyani bu yo'nalishda music qilsak, kanalimiz ringga chiqishi oson bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlati. Xo'p, bu kanalda mana nimalari. Bu nimalarda qaysi yo'nalishda RPM'ning qanchaligi? Buniki 1.65 dan $3 RPM bor deyapti bu kanalda. Bu kanal mana kanal qanaqa teglardan foydalanadi? Ko'ryapsizlar mana qanaqa teglar. Shu joydan kanalda teglarini olib turib o'zimizda ishlatsak ham albatta zo'r natija qilsak bo'ladi. O'zimizning videolarimizni o'zimizning kanalimizda ishlatsak bo'ladi. Copy tag etsam hammasini bunday qilib turib belgilab turib copy qilsam, Ctrl-ni bosib belgilasam, aynan shularni copy qilish mumkin, misol uchun. YouTube Lerch sayti xuddi shunaqa joylarini bizga topib beradigan sayt hisoblanadi. Bu sayt orqali endi mana bu narsalarni ko'rsak bo'ladi. Misol uchun, 2 yil oldin qo'yilgan video. Yo'q, mana shu Stepni analiz qilaylik. Misol uchun bu soat nechida video yuklayapti. Buni bosamanda bu nimadan ham shu videoning o'zidan bitta link olaman. Endi mana uni bitta orqaga qaytib turib YouTube Lerch saytida bu link o'rniga o'sha linkni qo'yamiz. Videomizning linki. Oldin kanalda tekshirdik, endi videoni tekshirsak bo'ladi. Bitta orqaga qaytib olamiz va mana bu joyda linkni qo'yamizda, mana joydan prosmotr данных, ya'ni soat nechida qo'yish 3-bo'limini belgilab qo'yamiz. 1, 2, 3. Keyin mana qidiruvga bitta beramiz. Xo'p, do'stlar, mana bu soat nechida video qo'ygan? Soat 4, 12-mart soat 4da. Demak, ertalabki 4da video qo'yar ekan. Mana bu shunaqa teglaridan foydalangan bu. Shu videoda shunaqa teglari bor. Bu kanal teglari, bu video teglari. Mana bu previewsi mana. Shunaqa previewdan foydalangan. Tiniqligini ko'rib turibsizlar. Xuddi shunaqa holatda analiz qilinadi. Demak, to'g'rida bu video qo'yaptimi? Demak, biz to'g'rida emas, 4:30da yoki undan oldinroq yarim soat, 1 soat 3da video qo'ysak, bundan oldinroq shunga o'xshaganroq video qo'yadigan bo'lsak, bizning kanalimiz buni yengib o'tib ko'proq prosmotr olishi mumkin. Ya'ni konkurentimizdan ko'proq prosmotr olishi mumkin. Endi do'stlar, bitta kanalimda analiz qilishni o'rgatdim YouTube Lerch saytida, ya'ni videoni
analiz qilish va kanalda o'zini analiz qilish. Endi VidIQni o'rnatamiz. VidIQ degan nima bor? Sayt bor. VidIQni o'rnatib olganimizdan keyin shu Gmailim orqali biz VidIQni biz yuritayotgan kanal uchun foydalanmaymiz. Shuni eslatib qo'yay. Sababi VidIQni agar biz o'zimiz yuritayotgan kanalga ulaydigan bo'lsak, uni ishlatadigan bo'lsak, keyinchalik nima desa bo'ladi? Bu pulligini sotib olishga bizni majbur qiladi. Agar biz buni pulligini sotib olmaydigan bo'lsak, kanalimiz pastga tushib ketaveradi prosmotrlar. Zarari shunda. Lekin pulligini sotib olib haqiqatda VidIQni ishlataman desangiz, nimasi yaxshi? Muammosi yo'q, zo'r ishlaydi-yu, faqatgina yo'q, men pul sarflagim kelmayapti, o'zini ishlataman. Faqat bu kanalimizda biz boshqa YouTube kanalimizda, ishlatilmaydigan kanalimizda kirib turib VidIQdan foydalansak bo'ladi. Content your channel ga bosamiz. O'sha nimani Gmailimni tanlayman. Mana pechkalarni bosgan holatda protajitda bossam, VidIQni o'sha eslatib o'tganimdek boshqa YouTube kanalimizga ulaymiz va bunda analiz qilib turib, o'zimizning kanalimizda bemalol foydalansak bo'ladi. Ya'ni tekinidan foydalanamiz. O'zimizning kanalda shundan foydalangan holatda VidIQ bilan ChatGPTni alohida foydalanadigan joy bor, uni hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Hop, shu joyga keldik. Hop, X'ni bosamiz. Skip for now'ni bosamiz. Yo VidIQ mana bizda ulandi. Ya'ni VidIQni ulab oldik. Hop, bu joyda get startni bosamiz. Bu joyda X'ni bosaman. Mana install Chrome'da ulashimiz kerak. Install Chrome'da bitta ulab olsak, keyin ulanadi. Chrome browserni o'rnatish. Buni ustiga bosamiz. Add extension bosamiz. Mana endi ulandi VidIQ. Endi to'liq ulandi. YouTube'ga kirib ketadi o'zi. Bitta video chiqadi. Bu videoni biz to'xtatamiz. Buni ko'rib o'tirishimiz shart emas va YouTube'ga qaytgan holatda bitta yangilab olsak, mana VidIQ chiqadi. Mana bu kanal deyapti $54 dan $136 ishlaydi. Video qo'ymayotganligi uchun. Mana bu kanalni ko'ramiz. Taylastik. Bu kanalda aytyapti 1K dan 4K gacha. Ko'ryapsizlar, $1000 dan $4000 gacha ishlayapti Taylastep kanali. Misol uchun mana birinchi kanalimizni ham ko'ramiz. $400 dan $1000 gacha. Bu kanal 300 dan 900 gacha ishlayapti. Bu kanal 900 dan 3000 gacha ishlayapti. Mana yangi chiqqan kanal, hali eslaringizda bo'lsa, mana 15 soat oldin, bir kun oldin qo'yayotgan videolari $900 dan $3000 gacha stabil daromad topib kelyapti. Bu ham endi boshladi. Bu kanal endi juda kam. Demak, bizga asosiy kerak bo'lgan analiz qiladigan kanalimiz ikkita ekan, Happy Taylastep, keyin Taylastep kanali. Yana bitta mana bu kanal, bu shu kanal va Taylastep kanali va mana bu kanal ham mana $900 gacha ishlayapti. Buni ham analiz qilib bundan ham foydalansak bo'ladi va mana bu ham anchagina $1000 gacha topyapti deyapti. Shuni ham analiz qilib foydalansak bo'ladi albatta. Ko'ryapsizlar, videoni ulagandan keyin biz kanallarda qancha pul topyapti, bu yerda qancha prosmotr, 7 kunligi 140 ming ekan. Bu yerda videolari 8-6 minut atrofida ekan, subscribe 1.7 deb ko'rsatyapti endi. Xuddi shunaqa holatda bu ko'rsatyapti. Endi yana bitta joyi bor. Bitta qiziq joyi bor. Misol uchun deylik, mana joyiga plus yozamizda YouTube Studio deb yozamiz. YouTube Studioga kiraman. YouTube Studio ham turibdi. Misol uchun deylik, bitta testli kanalim bor. Xo'p, bunga video joylamoqchiman. Bitta video joylab ko'ramiz. Mana video yuklashni bosaman, faylni tanlayni bosamiz. Xo'p, misol uchun deylik, Taylastep videosi mana joylandi.
Teleskop videosini joylayotgan jarayonimiz mana. Endi ko'ryapsizlar, mana bu raqamlar chiqyapti. Bu raqamlar bizni VidIQni bizga chiqarib berayotgan raqamlari. Ya'ni biz qo'ygan nom, biz qo'ygan описаниялар necha ballik sistemada ballanyapti, rikka chiqish ehtimoli qancha. Shuni endi mana nomni qarang, qanday nom olib qo'yishimiz kerak videomizga. Misol uchun teleskop bo'lsa yoki boshqa bo'lsa. Misol uchun teleskop bo'ladigan bo'lsa, kanalga qaytaman, misol teleskopga qaytaman. Birorta videosiga kiraman. Misol uchun deylik, mana bu videosiga kirdim. Bu videosini to'xtatdim. Mana videoni nomini polni skachat qildim. Keyin ChatGPT ni ochib olaman. ChatGPT bor ekan, mana ChatGPT ga kirib olamiz. Va ChatGPT ga nomni tashab turib, men nomni tashlayotgan jarayonimizda nomni tashadim va videomni ko'radigan bo'lsam, men videoyimda nimalarni ishlatganman. Ya'ni video yuklash jarayonimda ko'rgan bo'lsalaring, men nima ishlatdim o'zi. Videomda qanaqa qahramonlar ishlatganman, shuni bilishim kerak. Videomda ishlatgan qahramonlarimning nomini hozir men ko'rinmayapti. Ko'ringandan keyin, misol uchun bu yerda SpongeBob deyapti. Men misol uchun videomda Mario ishlatganman. Mario ishlatganman, Shadow va Sonic ishlatganman misol uchun. Keyin Chase ishlatmaganman, Minions ishlatganman. Xuddi shunaqa qahramonlar ishlatganman deylik. Xo'p, shuni yozaman-da, shu nomni deyman. Nomni YouTube SEO optimizatsiyasida yuqori qilib odamlarni o'ziga tortadigan qilib tashlayman. Endi bu menga nomlar beradi. Eng kuchli SEO variantlar deydi. Misol uchun birinchi nomni olamanda u kanalga kontent bo'limiga qo'yib ko'raman. Qandacha 87 ball, 80 balldan yuqori olsa demak bu zo'r degani. Shu nom yo'q, to'g'ri tushdi 87. Endi haliga boshqa kanalimizga o'tamizda, nomiga shuni ishlatamiz. Ya'ni bundan foydalanamiz, 87 balligidan foydalanamizda, unga o'tib shu nomni qo'yamiz. Xuddi shunaqa holatda yoki o'zimizning kanalga ulaydigan bo'lsak ham, mabodo uladik deylik. Ulasak ham o'zi bergan nomlar bor-ku, mana nom o'zi beradi. Shu o'zi bergan nomdan foydalanmasak bo'ldi. Biz nom qo'yamiz, bu ballik sistemida ballab beradi, xolos bo'ldi. Lekin o'zi bergan nom, o'zi bergan описаниyadan umuman foydalanmaylar, mana maslahatim. Keyin mana qo'ygan nomimizni описаниyaga ham qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi misol uchun bu nomni qo'ydimmi? Endi ikkinchi nomni ham bitta qo'yib ko'raylikchi, necha ball berar ekan. Hop, misol uchun deylik, qo'yib ko'rdim. 90 ball beryapti. Hamma mana bu nomni sinab ko'rish kerak, misol uchun nom beryapti mana. Hammasini sinab ko'rish kerak. Misol uchun keyingisi balki 90, 100 beradi. Mana 80 to'ra, bunisi pas ekan deylik. Hop, endi mana usidan ham bitta ko'ramiz, bunisidan ham foydalanib. Mana 88. Demak, bizga mana bu 90 bergan nomi bizga ma'qul, chunki 90 berdi. Rekka chiqish ehtimoli ko'p. Shunday o'tamizda shu joyga qo'yib qo'yamiz. 90 nom. Endi tavsifda ham o'sha 90 nomini kirib qo'ysak. Mana tayyor. Endi pastda ko'rsalaring, bitta fayl yuklash bor, ya'ni preview yuklash. Bu kanalim tasdiqlanmagan ekan. Agar previewni yuklasam, shu previewga ham ball beradi. Hop, endi mana pastda teglarimiz bor. Ko'rsalaring, teglarda har bittasiga mana ball bergan. 61, 60, 71, 70 shunaqa mana o'zi bergandan iloji boricha foydalanmanglar. Agar o'zi bergandan foydalanadigan bo'lsalaring, katta ehtimol bilan kanallaring unchalik yurmay qolishi mumkin. Agar pulligini sotib olmasalaring, nimani? VidIQni. Agar pulligini sotib olib turib, mana 85 shunaqa teglardan foydalansalaring ham kanallaring yetga chiqish ehtimoli katta bo'ladi.
Do'stlar, xuddi shu holatda biz nomni tanlaymiz. Nom olishda hamma bildi, nomni qanday yozish. Xuddi shu holatda biz VidIQdan foydalanamiz, ChatGPTdan foydalanib, xuddi shunaqa nom olsak bo'ladi. Do'stlar, mana videoni rejalashtirib qo'ydim va endi shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketay. Qaysi vaqtda video yuklash kerak? Buni eng muhim joylaridan biri, birinchi bo'lib kanalni ochdik. Maslahat beraman, soat 16:00 dan ertalabki 4:00 gacha birorta vaqtni belgilaysizlar. Qaysi vaqt? Masalan uchun 8 mi, 20:00 mi? Bittasini belgilab qo'yasizlar. Farqi yo'q qaysi vaqt bo'lishini. Shu oradagi vaqtda hammasi zo'r. Ana undan keyin sal 10 ta, 20, 30 ta video qo'ygandan keyin, sal kanallarning ko'tarilishni boshlagandan keyin hali kanallarni analiz qilib turib, ularni vaqtiga asosan qaysi vaqtda qo'yapti, men undan oldinroq qo'yishim kerak yoki keyinroq qo'yishim kerak, yoki undan ham oldinroq qo'yishim kerak, o'sha yoki o'sha vaqtida qo'yishim kerak deb analiz qilgan holatda video qo'yib borasizlar. Yo undan oldinroq qo'yish yaxshiroq, undan oldinroq. Misol uchun soat 4 da qo'yapti dedik, tanlab sizlar o'shanga o'xshagan bitta video qo'yinglarda soat 3 da yo soat 2 da qo'yinglar. Xuddi shu holatda vaqtni keyinchalik belgilab ketamiz. Keyin boshida bir xil vaqtda qo'yiladi, keyin o'sha kanalda vaqtiga qarab, misol uchun 4 da qo'yapsiz, 2 da qo'ydingizmi, 2 da har kuni qo'yish kerak. Bu aytayotgan nimalarim, ma'lumotlarim, analizda nimalari, vaqti, misol uchun detskiy nishalar uchun. Misol uchun futbol nishasi bor. Futbol nishasida futbol news yo'nalishi bor. Unda vaqt umuman ahamiyati yo'q. Yangilik chiqdimi qo'yish kerak. Yangi futbol o'ynalyaptimi, o soat ertalab obed bo'ladimi, kech payt bo'ladimi, o'yin tugadimi qo'yish kerak. O'yin paytimi, o'yin oldimi qo'yish kerak. O'yinning paytini o'zi bo'lyaptimi, o'sha paytda qo'yish kerak. Uni vaqti farqi yo'q. Misol uchun detskiy nishalarda farq bor. Hop, keyin yana birorta yo'nalishlar bor, haftasiga bitta video chiqaradi. Misol uchun multik yo'nalishlari, ya'ni sun'iy intellekt orqali multfilm yasab turib joylaydigan yo'nalishlar. Unda keyin vaqtlar boshqacha, bunda vaqtlar boshqacha. Hozir men aytayotgan vaqtlar juda ko'pi detskiy nishalarda amal qiladi. Hop, bu videoni qo'ydik, VidIQni o'rgandik, YouTube Lerch'ni o'rgandik. Endi biz o'rganadigan yana bitta saytimiz bor. Bu Playboard sayti. Ya'ni Playboard deb yozsak o'zi chiqadi va unga kirganimizdan keyin Home bo'limi bor. Home bo'limidan biz chat bo'limiga o'tamiz, charts bo'limiga. Bu bo'limda ko'rishlarim mumkin kategoriyasi, qaysi populyarligi, kategoriyasi populyar, eng kattaligi, keyin world bo'yichami, butun dunyo bo'yichami yoki United States bo'yichami, keyin hozirgi payti haftaligi, oyligi, xuddi shunaqa trendni aniqlab beradi. Ya'ni misol uchun kategoriyasiga biz gaming deylik. Ya'ni bu sayt nimaga kerak? Biz kanallarda analiz qilishni bilyapmiz, previewni yaxshi analiz qilyapmiz, sarlavhani analiz qilib qo'yyapmiz, ammo lekin taglarni ham zo'r qilyapmiz. Ammo trend qo'ymayapmiz. Trenddan foydalanib, misol uchun yangi trend chiqdi-da, yangi trend, u biz xabarimiz yo'q. Keyinchalik xabar topdik, qo'ydik, bari uncha effekt bermadi. Agar shuni ertaroq bilishning iloji Playboard saytida bo'ladi. Qaysi nishada, misol uchun gaming yo'nalishi kategoriyada, qaysi kategoriyada trend chiqdimi, shundan bilsak bo'ladi. Misol uchun mana gaming yo'nalishi most popular Amerikan yo'nalishida hozirgi paytda mana shu Crash Bash Official degan kanal bor ekan. Misol uchun uning ichiga kirib ham analiz qilsalaring bo'ladi. Mana kirasizlar. Buni ham hozir nimaga ulab qo'ysak, Gmail'imizga ulab qo'yishimiz kerak. Bu nimani ham, Playboard saytini ham keyin bemalol ishlatsak bo'ladi. Bu tekin saytlar. Hozir o'rgatayotgan hammasi tekin. Mana bu kanalga kirdi. Ko'rishlaring mumkin. Mana qanchalik trend bo'lyapti. 0.23%, 0.19. Nimasi kam? Bu mana qizilda turgani konkurent kam bo'lganligini dalolati. Juda konkurent kam deyapti. Ya'ni bu qanaqa videolar qilar ekan? Buni videolari mana qiziqarli videoni oladi, pastiga mushukni rasmga qo'yib, nimadir qiladi. Demak, bu ham bitta trend. Ya'ni shu joydan ham nishalarni topib olsangiz bo'ladi. Shu nishada video qilsalaring bo'ladi. U shorts nishasi ekan. Hop, bitta orqaga qaytamizda, yana bitta orqaga qaytamiz. Va mana yana kanallar bor. Bu o'yin kanallari. Mana u ko'rsalaring, mana bu kanal. Bu kanal millionlab prosmotrga ega, oz-moz nimasi bor. Nima deydi, konkurentlar bor kanal va bu Roblox yo'nalishi. Roblox keyin anaqa. Roblox ichidagi ham Minecraft o'yini. Roblox hozir ayni trendda, o'sha Minecraft o'zi ham ayni trendda. Mana u joyda esa ko'rishlaring mumkin. Yana shunaqa kanallar. Mana Roblox o'yini, nima o'yini, Minecraft o'yinlarini har xillarini o'ynab qo'yib
shunaqa natijaga erishishyapti. Bu gaming yo'nalishdagi hozirgi paytdagi, endi qaraymiz bundan qanday foydalanamiz. Demak, gaming yo'nalishida hozirgi paytda trendda misol uchun ko'rdik, Minecraft va Roblox yo'nalishlari. Demak, biz hali so'p yo'nalishida qahramonlarda, Minecraftlarda, Roblox o'yinidagi personajlarni bemalol foydalanib ishlatsak ham rekka chiqar ekan. Xo'p, mana yana bitta yo'nalishlarni chiqarib berdim. GHS kanali. Ko'ryapsizlarmi? GHS nima juda ko'p o'rganamiz. Sprunki yo'nalishlari trendda. Hali ham Sprunki trendga chiqqaniga 2 yil bo'lyapti, lekin hali ham trenddan tushgani yo'q. 2 yilmi, 1,5 yilmi bo'ldi Sprunki trendga chiqqaniga. Xo'p, xuddi shu yo'nalishlar trenddaligini aytib o'tyapti. Mana GHS kanalini ham ko'rsalaring, qanaqa videolar qo'yadi o'zini. Ko'rishlarim mumkin. Bu ham hozirgi paytda Roblox o'yinidan, keyin Minecraft o'yinidan videolar qo'yapti. Demak, Minecraft, Roblox trendga chiqyapti, trendda yuryapti. Men bu yerda keywords'larini ham bergan. Keywords'lar qanaqa keywords'lardan ishlatgan bu GHS. Shulardan bemalol olib foydalansak bo'ladi. Xuddi shunaqa holatda analiz qilib biz video qo'yishimiz kerak. Trendlarni Playboarddan olamiz. Mana yerda analiz qilamiz YouTube'da, video-da nomlarni analiz qilib, reviewlarni qo'yib, bemalol foydalansak bo'ladi. Do'stlar, endi yana bitta joyi qoldi. Ya'ni biz YouTube kanalimizning ichidagi videolarni qanday analiz qilamiz? Ko'rishlaringiz mumkin Talking Tom. Tom the Singer yo'nalishida videolar qo'yilgan. Mana. Xo'p, misol uchun analiz qilish qanday bo'ladi? 1 minutda 5 sekundlik video qo'ydim. Misol uchun 31-oktyabrda 1300 ta prosmotr olyapti. Keyingi videoyim 900 ta prosmotr olyapti. Shu videoga o'xshash video qo'yganim uchun. Keyingisida boshqacharoq video qo'ygandim, 160 ta prosmotr olib qoldi. Keyingisida yana mana birinchi videomda ishlatgan mana bola bor-ku, sochi bor bola ko'rib turganlaring, mana sochi bor bolani bilan mana uni ishlatgandim, 1100 ta prosmotr olib ketdi. Xo'p, bu yog'ida yana xuddi shunaqa bo'lib, yana mana yerda yana 1300 ta bo'lib ketgan, xuddi shu holatda ketgan. Endi qanday analiz qilinadi? Biz mana ishlatadigan qahramonlarimizdan analiz qilamiz. Misol uchun shu qaraymiz. Mana chekkadagi Sprunki bor, keyin hali bola bor. Uni ishlatgandim 1000 ta oldi, keyin mana chekkadagi Sprunkini ishlatsam 900 ta oldi. Keyin bu chekkadagi Sprunkini yana ishlatsam 100 ta olib qo'ydi. Endi ani bolani ishlatsam 1100 ta olyapti. Ko'ryapsizlar, analiz qilishdi. Ya'ni birinchi qo'ygan videomni o'zida analiz qilish boshlayapman. Bu birinchi analizimiz bo'ladi. Birinchi o'zimizning videolarni, o'zimiz ishlatgan qahramonlarni analiz qilamiz. Ana undan keyin bir 30 ta, 40 ta video qo'yganimizdan keyin boshqalarning kanalini analiz qilgan holatda video qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana shu bolani mana bola bilan Anjelani kuylaganini bu bilan analiz qildim, 1100 ta oldi. Xo'p, mana bularni ko'rsalaring, yana tushib ketgan. Haligi bolani ishlatmay qo'yganman o'shanda. Bolani ishlatmaganim hisob mana bu paytda yana bitta oshib ketgan. Shu holatda mana bu kanalda bitta xatoim bo'lgan, like nakrutkasi urmaganim. Agar shu kanalimga mana boshidan mana 1000 ta olgan prosmotrlardan like nakrutkasi urib ketganimda, bu kanal bir oyga bormasdan monetga chiqar edi. Afsuski men shu joyda xato qilganman. Keyinchalik shu xatoni to'g'riladim va xuddi shunaqa kanal yuritib 15 ta video bilan 15 kunda monet shartlari bajarildi. 20 kunda monetga ulanib, hozir o'rtacha daromadi 1,5 dan 2000 dollarga atrofida ishlayapti. Endi birinchi oy bo'ldi-yu, yanvar oyida ochildi. 15 kunda 20 kunda monetga ulandi. Yanvarda o'zida bir 400 ishladi. Endi fevralda o'sha 1,5 mingdan ozgina ko'proq ishlab qo'ydi. Do'stlar, bu yo'nalish zo'r yo'nalish, mana shu Talking Tom yo'nalishi, bu trenddan qolmaydigan yo'nalish. Sababi trend chiqdimi, trendni olasiz, bu joyga qo'yasiz, bu joyda nimani qo'yib, Talking Tomda nima deydi? Talking Tomda kuylayotganini qo'yasiz, ya'ni eshitib turgan joyi va gapirgan. Xuddi shu yo'nalish trenddan qolmaydi. Trend chiqdimi, trend qahramonni qo'shib ketaveraman. Trend umuman buzilmaydi, trend yo'qolmaydi. Faqat ehtiyot bo'lib yuritsam bo'ldi. Xo'p, endi do'stlar, shu yo'nalishda darsligi bor. Bu yo'nalishda darsligimga qo'shib qo'yganman. Darsligimizni
olish uchun bot orqali murojaat qilsalaring, aynan shu yo'nalishni ham darsligini olsalaring bo'ladi. Endi ma'lum bir summasi bor, uni to'lab olsalaring sizlarga shu yo'nalish kerak. Ko'p YouTube'da o'rgatadigan 0 dan 100 gacha darslar qilganmiz. Uni ham olsalaring albatta bo'ladi. Do'stlar, sizlarga tavsiya beraman, kanalda xuddi shunaqa qilib analiz qilgan holatda ketsalaring, juda katta ehtimol bilan sizlarning kanallaring tezroq ro'yxatga chiqadi va prosmotr ham to'g'ri bo'ladi. Endi yana bitta joy qoldi. Content bo'limiga o'tamiz. Statistikani content bo'limiga o'tib ko'ramiz. Mana joyda YouTube qidiruvidan, boshqa YouTube sahifalardan kanal sahifalar bevosita ma'lum yana. Shuni bitta bossak, mana bu joyda ko'rishlaringiz mumkin. Mana playlist oxirida, keyin mana shunaqa narsalar. Endi qaraymiz, shu joyda bizning kanalimiz nima bo'lsa, qaysi joydan ko'rilsa, bizning kanalimiz yuradi keyinchalik. Ya'ni YouTube qidiruv sistemasidan hozir qidirilyapti. Bu kanal katta ehtimol bilan hozir yurmaydi. Juda katta ehtimol bilan yurmaydi, sababi qidiruv sistemasidan topilyapti xolos. Bu agar taklif etilgan videolar, ya'ni rekomendatsiya YouTube degani bor, o'zbekchaga taklif etilgan videolar. Shunda va boshqa YouTube sahifalari shu narsasi, boshqa YouTube sahifalari emas. Video tomosha qilinadigan sahifalar mana 3% atiga keyin taklif etilgan videolar bor. Aynan shu narsa yuqori bo'lsa, 60% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bizning kanalimiz katta ehtimol bilan yuradi va tezroq ro'yxatga chiqadi. Va har bir qo'ygan videomizga playlist yaratishni unutmanglar. Playlist yaratsak, mana bu playlistlar bo'limi oshib ketsa, 90% ga ko'tariladigan bo'lsa, bizning kanalimiz umuman prosmotrga tushmaydi. Постоянный stabil daromad olib keladi. Playlist bo'limiga e'tibor berish kerak, playlist yaratish kerak. Bir-ikki chiqib ketadi playlistga. Ya'ni bitta videomiz juda ko'p prosmotr olib ketsa, YouTube'da playlisti bor, YouTube'da o'zining shaxsiy playlisti, aynan o'shanga qo'shilib olsalaring, mana sizlarniki bo'ladi. U kanal постоянный daromad ishlaydi va monetga o'chish holati ham juda kamdan kam bo'ladi va stabil daromad bo'ladi. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin, shu joyda mana analiz qilib boriladi. Endi yana bitta analizda turini, o'zimizning kanalda analiz qilayotgan jarayonda, misol uchun mana bitta videomizga kirib olamiz. Misol uchun o'sha birinchi videomizga bitta kirdik, analitika bo'limiga kirdim. Xo'p, tomoshalarga kirdik. 6-7% STR, demak previewsi 6-7% olib kelyapti. Bu o'rtacha. 8 dan 10 gacha bo'lsa yaxshi, 10 dan 10 plus bo'ladigan bo'lsa dahshatli zo'r degani. Shu STR, ya'ni 18800 ta odamga ko'rsatgan, atiga 1400 tasi bosib kirgan xolos. Xuddi shu narsa STR hisoblanadi. Ya'ni 100 ta odamdan 6.7 tasi, ya'ni 7 tasi bosib kirgan. Bu yaxshi, o'rtacha. Endi 8 tadan 10 tagacha bo'lsa, o'zini yaxshiroq, stabil, o'zini balandroq. Endi 10 plus bo'lsa dahshatli. Shuni oshirishga harakat qilish kerak. Uning uchun preview zo'r bo'lish kerak. Previewni zo'r qilish uchun trend qahramonlaridan foydalanish kerak va tiniqroq qilish kerak. Xo'p, video tomosha qilingan sahifalar, mana taklif etilgan videolar 3-1%. Shu narsa mana 89% bo'lganida bizning kanalimiz yurish ehtimoli katta bo'lar edi. Bir 10 ta 15 ta video qo'ygandan keyin kanal yuradimi, yurmaydimi bilsak bo'ladi. Ya'ni shu rekomendatsiya YouTube tepadami, taklif etilgan videolar tepadami, demak u kanalimiz yuradi, uni olib ketsak bo'ladi. Xo'p, endi ishtirok degan joyi bor. Mani 1 minutlik videomni 45 sekund tomosha qilishyapti va mana bu joyida videoni ushlab turish. Videoni ushlab turish 49%. Bu fantastik natija degani, lekin video 1 minutlik bo'lgani uchun bu juda kam. Agar meni videom 8 minut, 9 minutlik bo'ladigan bo'lsa, agar ushlab turishi 5% dan yuqori bo'lsa, meni kanalimni reykka chiqish ehtimoli juda ko'p bo'ladi. Masalan, mana 3 minutlik videomizni ham bitta ko'ramiz. 3 minutlik videomizni ushlab turish nimasi? Xo'p, 6% va ozgina rekomendatsiya bo'lgan. Shu eng ko'pi misol uchun 10-15 bo'lib ketsa, juda ajoyib va u videomiz to'xtamaydi. Faqat va faqat tepaga qarab ketaveradi. Misol uchun 3 minutlik videomni 1 minut ko'rishgan. 3 dan 1 qismini ko'rishgan. Xo'p, mana kliklar foizini qaranglar, 23.9, bu fantastika degani. 23.9% bosib kirganda 2400 tavsiya bergan xolos. Lekin mana taklif etilgan videolar 95%. Misol uchun birorta videomda shunaqa, kanalda shu statistika bo'lsa, videoda emas, kanalda bo'lsa, kanal 100% reykka chiqadi. Shu joydan reykka chiqmasligini bilsak bo'ladi. Endi mana bu joydan auditoriyasini,
Indoneziya, Braziliya, Amerika, Turkiya, Filippin, xuddi shu joylarni mana bilsak bo'ladi. Do'stlar, e'tiborlaring uchun rahmat. YouTube'da pul ishlash darslarini davom ettiramiz. Do'stlar, bundan da foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. Sizlardan faqat like, komment kutaman. Keyingi darslarimizda xudo xolasa prevyuni aniqlashtirish, sarlavhani yanada takomillashtirish bo'yicha darsliklar ham chiqaramiz. Bizni kutinglar, barchaga omad. 2026-yilda xudo xolasa bundan yaxshi natijalarga erishinglar. YouTube'da ham zo'r natija qilib turib, $1000 ishlaylar, hamma maza qilsin. O'zbekistonda YouTube monetizatsiya yoqilsin. Uni yoqish uchun biz ko'proq pul ishlashimiz kerak American YouTube'dan. E'tiborlaring uchun rahmat.